var ekan kichkina. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiya dersiyle ediyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslak 2023 ilişkinci ayının 17. günü vatandaşım. Gepimden rastını esem hazırgı saklap otladım mesela. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bugün 17 Myunxenda xalqaro bexatarlik yig'inida qatnashdi. Mesela Amerikalik mablag' solg'uchi George Soros bu yig'in qatnashib ham tabrik nutqi so'zladi. U nutqmi bugün Amerika ovozining Xitoy til programmasiga yetib keldi. Meni qiziqadiganim, hurmatli vatandosh, Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo'nun diplomati Wang Yi bilan suhbat o'tkazdimi, ko'rishdimi degan masala. Chunki sizga aydinki bu masala 2 ayning 5 kuni Beijingga ziyoratga boradigan Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning oldini to'sib, Jungo Kompartiyasi Amerikaning egilik huquqiga, shunday aytganda, ya'ni jasusluk havo shari qo'yib berib, Amerika havo bo'shliqqa kirgandan keyin Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Beijing ziyoratini amaldan qoldirdi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati. Shuningdan keyingi vaziyatni ko'ryapsizlar. Endi bu Myunxen yig'in oralig'ida Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan Jungo'ning diplomati Wang Yi yig'in oralig'ida suhbat o'tkazdi degan. Shu narsaga qarab qoldim. Buni sababi nimada vatandosh? Hozir soat 4 bo'ldi, xabar kelmadi hozirgacha. Bunun sebebi nimada? Sizga topshirdik. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Beijing safari ve Beijing bilan elib boradigan suhbati. Reis Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishiga ve diplomat Wang Yi'ning Moskvani ziyorat qilishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi, dedi vatandosh. Şundak deyişip geldik muhakemede, leksiyada ham şundak deyişip geldik. Şuna hazırgacha qiziqdim, saat 4 oldu, hiç qanday xabar yo'q, bunun hayranman. Ahir sizlarga leksiyalarimni so'zlab dedim. Endi hozir bugungi leksiyamda vaziyatga taalluq narsalar nima desangiz, biri senator Marco Rubio boshchiligida Amerika Davlat Majlisida senatorlar va Avam palata a'zolari birlashib Amerika'da qurilgan yoki Amerika'da elchib berilgan Shangang iqtisod savdo iqtisod havola, ya'ni vakolatxonasini amaldan qoldirish to'g'risida qonun loyiha o'tirg'a qo'ydi. Endi bu bir ish. Uningdan keyin yana bir xabar hozir Angliyaning pul muomala gazeti shunda xabar qildi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi yordamchi, masalan, Jungo Tayvan ishlari bo'yicha yana yordamchi Davlat Mudofaa Ministri Michael Chess Tayvanni ziyorat qiladi degan xabar kelgani bugun Amerika ovozi bo'ldi, oshkor bo'lib o'tirib chiqdi. Buni mayli pul muomala gazeti bo'lsin, mayli Amerika ovozi bo'lsin, mayli Van ve Torbiti bo'lsin, xabar berganda buningga jiddiy qardi. Sabab mushundaq sezgur vaqtda sezgur odam ning yoki sezgur davlat rahnimo, davlat mudofaa rahbarlarining birisining, masalan Michael Chessning Tayvanni ziyorat qilishi nimadan derak berdi deyishdi. Shu qatorda men qiziqib qolgan bir taraf shu bo'ldiki, hozir Michael Chess efendi yoki yordamchi davlat mudofaa ministri bu qatim Washingtonga tushmadimi bu gap yo'q. Asli tashqi Mong'oliyada faoliyat, tashqi Mong'oliyada hukumat taraf bilan uchrashayotgan vaqt edi. Hozir Washingtonga tushib, ondan Taybeyga uchdimi yoki
Ulan Batur'dan bir vasıtayı ben uçtum. Bunun da haberim yok. Bırak Michael Chase efendi Taşkı Mongoliyadan idi. Taşkı Mongoliyada idi. Ben bir gün içinde hazır bugün Tayvan'a berip oldu degan gap vatandaş. Endi bu devlet müdafiasiga ait ikkinchi qatimliq rahbarning ikkinchi qatim Tayvanni ziyorat qilishi bo'lib sanaladi ekan vatandoshim. Ondan keyingi xabarlarda ondan yani nima deymiz Uyg'urlarga ait masalalarda bir yaponiyalik olim bir parça maqol e'lon qilibdi. Uning maqolasining ko'p qismi qo'shila olmadim men. Hozir Uyg'urlarni qirg'in qilish bu jungucha qirg'in qilish deydi. Biz uni uzundan beri faşistlar Germaniyasining jo'yishlariga tutgan muomalasiga o'xshab kelgan edik. Endi uni qabul qilg'ili bo'lmaydi bu ko'z qarashni. Bu Amerika ovoziga ketdi xabarmi? Endi mushu qator degan nurg'un xabarlar. Mesela en mühimi başta biz tünügü silahı dedik. Endi xabarning mazmunining o'ziga kelsak, vaziyatimizning o'ziga kelsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden masalan Jungo'ning shari, yani havo shari shundoq elinibdi mavzuda. To'g'risida maxsus suhbat bayon qildi deb tünügün to'xtalgan edik. Bugün şu sohbetni Prezident Joe Biden bayon qildi. Biz sizlarga bu sohbatning qisqacha mazmunini yetkazamiz vatandoshlar. Mavzu mundaq. Xi Jinping bilan telefon orqali so'zlashdi. Lekin Apple so'ramaydi. Mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Bidenning havo boshlig'i, ya'ni havo shari vaqasi to'g'riliq so'zlagan nutqida Amerika Cumhuriyeti devlet münasebeti imkaniyetinin barıca oran kaldırdı. Mavzulu haber 2. ayının 17. gün Amerika avazına Xitay Tel programması ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Amerika'nın Kureyşçi aeroplanı Cumhuriyeti'nin casusluk şarını vurup düşürdü. Şikayet edin ki Prezident Joe Biden haftanın 4. günü bu doğru ya ki bu kriz doğrusu da ihbarı bildirdi. İhbarı ne mi dedi? Ben Xi Jinping reis sizden efendi Apple soramayım ben. Çünkü bu iş Amerika'nın hava boşluğu da Amerika'nın ilgilik hukuku tecavüz kılganlıktan ibaret. Apple soramayım ben. Bırak mening deydiganim shukenki bu ish mushundaq vaqa bo'lib o'tirg'i chiqdi. Biz aloqa munosabatlarni uzib qo'ymaymiz. Davomlashtirishni umid qilamiz. Urib tushirilgan havo shari to'g'risida men Apple so'ramayman. Aloqa munosabatlarni uzmaymiz. Urib tushirilgan havo shari to'g'risida men Apple so'ramayman deydi. Joe Biden yakından bir bargan ser 5 bu düz geldi kişiler. Urup düşürülgen Cumhur'un casusluk hava şari doğrusu da Prezident'ten bir vasıta düşenki bir işini ümit kılıştı. Prezident Joe Biden okşaşmagan sorularda bu doğruda toxtulup geldi. Mesela 2. ayının 7. günü de 8. günü mü 7. günü de devlet meclisi de Devlet Meclisi azaları devlet xiti, yani Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi siyosati to'g'risida nutq so'zlaganda havo Jungo'ning havo sharini eg'iz oldi. Egilik huquqimizga Amerikaning tajovuz qildi ekan, biz unga darhol zarba beramiz deb ko'rsatgan edi. O so'rim bugun endi maxsus Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti sifatida Joe Biden bu krizisga cevap qaytardı. Ben Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti. Men Reis Xi Jinping bilan telefonda so'zlashni umid qilaman. Telefon aloqa munosabatini saqlab kelishni umid qilaman. Lekin men havo shari, yani Jungo'nun casusluk şaharını Amerika'nın Kureyşçi aeroplanları urup düşürüldü. Apple sormayman. Yani bir oran kaldırdı degan söz demediyseniz biz devamlı sözleşimiz. Devamlı alaka münasebetli bulumuz bunu taşıyıp etmemiz. Biz ki çoğun devlet.
Oturdu nurgun mesela ve müştahırdı sözleşimiz degellik oldu. Oran kaldırış bu bir çoğun devletin prezidenti has bir alaylık. Şundaqlı çoğun devletin reisi Xi Jinping ama has bir alaylık. Oran kaldırış. Apo sormayman. İgilik hukuka tecavüz kıldıken apo sormayman. Bana bu biz sizlerge tönügün degen Prezident Joe Biden'dan bu kriz yani uçar şahar yani Cungo'nun hava şahri casusluk şahri doğrusu ifade bildirişi dep ataldı vatandaşlar.